Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana kimga bunaqa bolasini ovoz sut ko'p sigirlardan kerak bo'lsa, fermadan chiqqan telefon qilaverasizlar. Bunaqa gibrid bolasini ovoz sut ko'p sigirlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Eng qizig'i hammasini bolasini ovoz. Eng qizig'i yuvosh. Bolalari mana marta turibdi. Mana bolalari mana bu bittasi birinchi ko'rsatganimiz bolasi. Mana hammasini yuvosh. Mana oldi tarafda mollar ko'rinish, o'ta ham yuvosh. Go'zallaridan. Tishlarini bir ochib bering. Mana tishlari ham lapatga bo'lyapti. Yurish turishiga, yeb ichishiga mana 4 kilometr. Mana 6 kiloydi. Mana sut ko'p soskalari to'rtta joyda. Mana buniki ham 8 kiloy. Kimga mana sifatli chiroqli sigirlar kerak bo'lsa telefon qilaverasizlar. Nomerlarimiz ekran ustida bo'ladi. 10 kun sinab olishga sutlari 15 tadan 22 tagacha sutlari bor ekan. Telefon qilaverasizlar mana. Go'zallari mollar. Bunaqada yangi tuqqanlarimiz bor yana. Mana shvet molimiz bor. Bu ham yangi tuqqan bolasini alaqda yuribdi shvet. Mana marta semental bolaligi bor mana. Bu ham yangi tuqqan. Telefon qilaverasizlar hurmatli obunachilar.